Xitay Baş Konsulunun Küçükçekmece'deki ziyareti küçülük holgulu kozgadı 20 teşkilat ortak bayanat e'lon qildi. Qadrli ko'rmanlarimiz, albatta bu xabar chiqqan kun bilan biz to'g'rimizni tafsiliy holatda berdik. Demak, tajovuzchilarningki bu lalmininki, mushu Vishavdoninki biz istiqlolda qanchilgan qatim har doim nada mushu İstanbulda, Turkiyada timsiqlab u yer bu yerda ta'tir tashviqot ahni qari qilib ko'rsatish, vatanni butunlay hamma ish nihoyatda joyida ketayotganligini ko'rsatish uchun tinimsiz harakat qilayotgan bir maxluqning birisi bordi. Buning har doim xabari chiqqan vaqtida berib kelyapmiz. Demak, hozir mahallimizgacha bu tajovuzchilar numussizlarcha İstanbul'daki Uyg'urlar eng ko'p yashaydigan rayonga kelib, numussizlarcha xabardagi tafsilotda berilgandek İstanbul Baş Konsuli Vishavdon ve onunki çaparmelleri tilga edishdan hacet yok. İstanbul Küçükçekmece hükümet başlığı Kamal Çabi bilen körüştü. Bu körüş elbette oturuğa çıkan zaman Xitayninki özününki torbeti e'lon qilindi. Bu e'lon qildigan hemen elbette nayet g'ulg'uluk qo'zg'agan bir masala oldu. İctimai fikr vositida bo'lsin. Derhal 20 teşkilat mı ortak bir bayanat e'lon qildi bu tajovuzchilar. Çünkü xabarda tilga ilingan sözlerinin hiç qaysi asla qabul qilinmaydigan darajadagi numussiz sözlerdi bu yerda. Vishavdon bu ko'rishda Xitoy raisi Xi Jinpingning atalmış yeni davrdagi millatlar siyosatini tunishtirib, Xitoyning umumiy ahvoli shundoqla atalmış Uyg'ur avtonom rayonining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot sohasidagi muvaffaqiyatlari haqida chalva qilgan. U yana Küçükçekmece rayonining Xitoyning oz sonliq millatlarga mansub fuqarolari zich yaşaydigan rayonlarning biri ekanligini qarab qo'yilib, bu darajada numussiz hamdi. Yani texcha bu yerdagi kishilarningki ko'pinchisi allaburun Türk fuqarosiga aylanib ketgan xalq qamdi. Mushunchalar numussizlikni qila oladi hamdi. Kelib xijil bo'lmasdan bu so'zlarni deyalaydi yani. Ko'ngil bo'lgan qiyofat kirib oxirida mushu bizning oz sonliqlarimizda bu uning kaydan Xitoy fuqarolari yani. Bular bizning Xitoy fuqarolarimiz. Şoň bularning Türkiýedäki turmuşy, hyzmeti we taraqqiyat üçin orta halda qolaylyk bir muhit yaratyşyny ümit kıldyganlygyny bildirip, numussizlarça bildirledi. Bu Vishavdon degan numussiz. İlgirki her qatymky näni ziyaret qılsa, tilga edip kelyatgan mesele. Hattoki bizning içimizden çıkan numussiz manqurtlarny ziyaret kıldyk ötken roz etmesi aldı kendilerinde. Onu şu vaqtda bergen toq. Xitoy konsulunun xabarida yana rayonluq hukumat başlığı Kamal Çabi'nin baş konsul Vishavdon'un ziyaretinden memnun bolganligini ifadeleganligi. Çünkü konsulxonaning organ torbetide muş şekilde ifade kılıngan. Kamal Çabi'nin asli bu şekilde ifade bildirişimi butunlay iğir bir hatalık, her qandaq bir Türk rahber üçün. Şu an keyin teşkilatlar birliğinin ifadesi bu nokta nəhayət ciddi tilga ilindi. Xitoy rahbarlarining hattaki Kamal Çabi yani muşumu yani eğer rasli muş gapni ifadelagan bo'lsa, yani hakikaten özünü töven görüş psixikasının neticesi bu hamdi. Bu hakikaten qabul qilinmaydigan darajada hamdi. Bir konsul hamdi. Yani sizin aldığın vakefsini ziyaret qilgan bo'lsin bu şekilde Xitoy rahbarlarining üstün başquruş qabiliyeti bilan Xitoyning yeni davrda qo'lga keltirgan taraqqiyot va muvaffaqiyatlarga chunqur qoyilligini o'ttirib qo'yganligi ikki davlat o'rtasidagi yerlik hamkorlikni texim yuqori seviyaga ko'tarish uchun aktiv tirishchanlik ko'rsatishga tayyor ekanligini aytganlik qayd qilgan. Aslida bir belediye başlığı, shahar başlığının bu so'zlarni ishiltish huquqi yo'q aslida. Sen o'zingning shahardagi näde ahlat tükülüp qaldı, näde xalqning därdi var. Bunun bilan alaqadar boluşun kerak. Sen kim yani? İki devletki vakaleten, iki devlet o'rtasidagi yerlik hamkorlikni texmi yuqori seviyaga ko'tarish uchun aktiv aniqi. Bunu qildigan hukumat qildi. Sening nima ishing bor bu yerda yani? Har qanday bir normalda yani başqa bir devletning elchisi kelib bu yerda sana bu narsa desa, sen layıqıda kütüp edip, layıqıda gepini qilib yo'lga salsa, bu yerdagi nurg'un xalq mening fuqarolarim bu, mening vatandaşlarım bu deyishini bilishing kerak aslında. Yani bu so'zlarni ifade qilishimi aslında o'zining huquqining sirtida chalva qilgan bo'ldi agar bu so'zni haqiqatan degan bo'lsa.
Xitay Baş konsulunun bu qatımlıq numussizlarca və g'arazlik ziyareti və rayonluq hökumət rəhbərlərinin ularını qarşı edişi, əlbəttə mühacirətdəki bütün Uyğurlar, xüsusən Türkiyədə yaşayatqan Uyğurlar arasında küçlük g'ulg'uluq qozğan bir məsələ, həmmənə məlum bolğandak. Bu xəbər tarqalğandan keyin Türkiyədə paytaxtda bolğan 20 təşkilat, yəni izchil ovoz qo'shib kelgan həm Uyğur təşkilatları, həm şu Uyğurlarni yaqindan qo'llab kelayotgan Türkiye'nin özünün ichidagi Türklerinin təşkilatları, ammavi təşkilatları bu ortaq bayanatqa birlikdə ovoz qo'shib bayanat e'lon qilgan. Bayanatda işğaliyetçi Xitayning İstanbul Türk Baş konsuli Wei Xiaodongning 22 may Sharq Turkistonliklar eng zich o'ltiraqlashgan rayon bo'lgan Küçükçekmece rayonluq hukumatni ziyorat qilishining amaliyotda mazlumlar panohlangan bir davlatdagi uch oshkora tahdidning tipik bir misoli ekanligi. Shundaqla Xitoyning Turkiyada panohlik tilagan Sharq Turkistonlik muhojirlarning bexatarligi va shaxsiy maxfiyatligini bevosita nishonlagan, bugungacha ko'rilgan eng haddidan oshgan davlat hali qilgan bostirish harakati ekanligi ta'kidlandi bu bayonotda. Bayanat yani yıllardan beri Şarkı Türkistan'daki öz ata-anası ve urug' tuqqanlardan birer xabar alolmayotgan 10 minglagan Uyg'ur o'ltiraqlashgan bir rayonda irqiy qirg'inchilik ijro qilayotgan bir rejimning vakillarini qizil payanda selib kutib olishning aqliga sig'maydigan bir ish ekanligi ham o'tirg'a qo'yildi. Bayanat yana Türkiye Tashqi ishlar ministrligininki bayonotlari va xalqarodagi dokumentlarning Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligi, holbuki ishg'oliyatchi Xitoyning bu uydurma, yolg'on bayonlarga Turkiyadagi bir rayonluq hukumatda jimjit quloq selishning, chunki eng oz bo'lgan vaqtida "Samma Uyg'ur xalqi biz anglayapmiz." Jimjit quloq selib go'shtak o'ltirishni oldida. Agar da unda bo'lmagan bo'lsa, hozirgacha bayonot e'lon qilindi, hozirgacha shaharlik hukumat bayonot berish kerak aslida. Bu asli men mundaq degandan bu Xitoy o'zining organ turbatida manda deb yezib olibdi deb. Hozirgacha jimjit. Sen u yerda jimjit quloq solanmaysa, bu yerda 10 minglagan Uyg'ur yashayotgan yerda ma xalq yillardan buyon biz demasakmi, bütün nurg'un nüfuzluq organlardan xabar turbatlarda Uyg'ur xalqining nimalarni yashayotganligi o'tirib qo'yilyotdi. Bununla bu şekilde muamele kılanmayız deb insani nuqtadan bo'lsin buni o'tirib qo'yishing kerak aslida. Yani bununla jimjit hech qanday bir tilga olmay beshini ling'ishtirib turishi muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarning qalbini cho'nqur zedilganligi qayd qilindi shu bayonotda. Ortaq bayonot yana bu ziyoratning eng xatarlik tarafi o'tirib qo'yilib, Xitoy diplomatining Küçükçekmece'deki Şarkı Türkistanlıklarını Xitoydagi azonliq millat deb ataganligi, rayonluq hukumatdan aloqa va moslashishni kuchaytirishni talab qilganligi, buning amaliyotda Xitoy rejimi yillardan buyon tor sistemalari va josuslik to'ri orqali ijro qilayotgan tizimdagi kirgizish va bostirish mexanizmini bu qitim yerlik hukumatning qo'li orqali mahallalargacha kirgizish urinishining oshkora ifodasi ekanligi, shuning bilan birga Uyg'urlarning e'tiqodini, ibodatlarini cheklagan ishg'oliyatchi rejimning bu mübarek Qurban hayitiga bir necha kun qolgan vaqtida elib borgan bu siyosiy harakatining vaqt jihatdan oldin planlangan bir psixikalik hujum ekanligi bayonotda ochiq tilga ilingan. Nihoyat kuchli bir bayonot albatta bu. Lekin hozirgacha buningga bir javob chiqmadi. Demak, mushu darajada numussizlarmi deb o'ylab boqaylik yani. Qurban hayitiga necha kun qolganda kelsa, bizning vatandagi Uyg'ur xalqi Qurban hayiti o shaklda abay ko'rgan olardik. Bayonotning oxirida Küçükçekmece hukumat boshlig'i Kamal Chabi başçılıqdaki hukumat rəhbərliginin beparvoligini va Xitoyga qoyillik ifodasi bildirishining rayonda panohlangan bir xalqning qalbida o'chmas qora dog' bo'lib qolganligi ta'kidlanish bilan birga tashkilotlarning talablari o'tirg'a qo'yildi. Talabda munolar bildirildi. Birinchi Küçükçekmece hukumat boshlig'i Kamal Chabining bu yepiq ishlar orqasida o'tkazgan suhbatning mazmuni to'g'risida rayonda o'ltiraqlashgan Sharq Turkistonliklarga darhol oshkora va qanoatlanarlik tushuncha berishini talab qilamiz degan talab o'tirib qo'yilgan. Ikkinchi Turkiya Tashqi ishlar ministrligi va Ichki ishlar ministrligining diplomatik daxlsizlik qalqini kayniga yushurnib olib, Turkiyadagi Sharq Turkistonliklarni o'z mahallarida qo'rqitish, tahdid solish va tizimlikka kirgizish orqali bearam qilayotgan Xitoy diplomatlarining harakatini qattiq nazoratga elishini so'raymiz degan so'zlar ham bu bayonotda tilga ilingan. Demak, 20 tashkilot dedik biz, hammasini ismini o'qib o'tirishning hojati yo'q. Shu torbatdagi xabarimiz bilan biz tafsiliy holatda tilga ilingan va bu logolar bilan turdi mana. Vaqt e'tibori bilan tilga olmaymiz. Demak, shu shaklda bir bayonot e'lon qilindi. Albatta buning keyindan keldigan hattoki shu
ichki ishlar tashqi ishlar va ichki ishlar ministrligini harakat qilishga chaqirgan bayonotmi hatta ijtimoiy vositalarda ba'zi xitoylarniki uyg'urlar o'ltiraqlashgan joylarga mahallalar kelib u yerda telefonlarda surat tortayotganligi deganda ko'rinishlarmi bir qancha kun burun ko'rdik unimi. Bu albatta munosabatlik doiralarga yetkazilishi kerak bo'lgan bu Xitoylarniki bu şekilde nomussizlarcha Uyg'urlar o'ltiraqlashgan yerlarda erkin harakat qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilinishi kerak bo'lgan bir qadam. Oldimizgi kunlarda bu tashkilotlar cho'qim buni jiddiy ko'ngil bo'lishi kerak bo'lgan masala bu qadrlik ko'rmalarimiz.